Jahldor ayollardan ko'p erkaklar beziydida. Jahldor ayollar aslida samimiy, mehribon, oqko'ngil bo'ladi. Prosta ular ichidagi vaziyatlarni gapirib bera olmaydi, ko'rsatib bera olmaydi, tushuntirib bera olmaydi-da, o'rniga baqiradi. Haqiqatdan o'zini nazorat qilmasdan, kontrol qilmay, kerak bo'lsa nimadirlar otishi mumkin, eriga har qanaqa yaxshi emas gaplarni gapirishi mumkin. Lekin bitta eri sen yaxshisan, sen yaxshisi yo'q desin, shunda boya qilgan harakatlarni unutib yuboradi-da, shunda yaxshi bo'lib qoladi. Keyin ularni hamilyon deb qo'yishadi. Yo'q, ular hamilyon emas, ular shunchaki ichidagi his-tuyg'ularni ko'rsatib bera olmaydi. Rostdan ham unday qaragangizda xunuk ko'rinadi, shallaqiga o'xshab ko'rinadi. Erkaklar bu holatni sababini yetishga, nima uchun unaqa qilyapti deb tushunishga harakat qilmaydi-da, lutch o'rniga boshqa ayol topishga harakat qiladi. Eng mehribon, eng zo'r ona ham bo'ladi, eng zo'r turmush o'rtog'i ham bo'ladi. Unaqa ayollar borku, bolalar uchun, er uchun hamma narsa qiladi. Shunchaki ular emotsional jahli chiqqanda o'zini boshqara olmaydi. Ular aybi shu. Lekin buni tashqaridan qarasangiz, xunuk ko'rinadi, qabul qilish olmaydi.